Assalomu alaykum aka-ukalar. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa stadionimiz bitta mana. Atrofiga ponni temir setga tortib berdik. Aylanpasiga. Ponni. Ko'rishingiz mumkin mana. Qor yog'di, ponni shamolda atroflariga kirgan qor. Bu yoqda tribunamiz bor, odam o'tiradigan joy. Bemalol o'tirib tomosha qiladigan joy. Bunday aylanpa qilib setga tortib berganmiz. Xudo xolasa ishimiz oxirgi kuni bu yerda ishimiz tugatdi. Kimga shunaqa stadionlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar, o'zim ustaman. Borib gaplashib, chiroyli qilib o'zim qurib beraman. Bu stadionimiz uzunligi kengligiga keladigan bo'lsak, 22 ga 42, balandligi 11,5. Mana ko'rishingiz mumkin. O'ta chiroyli chiqqan stadion. Bo'lmasa like bilan podpis ham bosib tursanglar, o'zimiz chiroyli qilib obunachilarga skitka qilib qurib beramiz stadion. Bo'lmasa bitta mana. Bemalol telefon qilaverasa, xudo xolasa kelishib bo'lsa, chiroyli qilib o'zim borib kelishib qurib beramiz. Hammaga rahmat.